Bugun Kadis oilam bilan piknikka borishga qaror qildik, lekin Kadis qaynukam uyda yolg'iz qolishni sog'inganman. O'zim qo'ygim kelyapti, men bora olmayman degani uchun Kadis qaynonam bilan itvachcha va 17 oyli bolam bilan piknikka borishga qaror qildik. Qaynonam piknikka chiqqanda har xil mevalarni olib ketishni yaxshi ko'radilar, shuning uchun uyimizdagi bor mevalarni ozginadan olib ketdik. Odamlar ovqat yeyishdan oldin qo'lini yuvsa, bizni Kadis itvachchamiz ovqatlanishdan oldin oyog'i bilan qo'llarini salfetkada artib chiqadi. Koreyada pomidor ham meva hisoblanishini bilarmidingiz? Faqat meva yesak ichimiz achib ketadi deb yo'lda 2 xil kimbap bilan har xil suvlar ham oldik. Siz ham qaynonangiz bilan bir oyda 1-2 marta piknikka chiqsangiz, ishonaveringlar, oranglarda hech qanaqa sir qolmaydi. Maza qilib ona-boladek dardlashib, oranglarda tushunmovchiliklar ham kamayishi mumkin. Ishonmasangiz, siz ham qaynonangiz bilan bir marta piknikka borib ko'ringlar. Suv olishga olibman, lekin suv ichgani piyola olish esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun qaynonam suv ichganingda og'zingdan 1 metr uzoqda qilib ichgin deb so'kib berdilar. Biz maza qilib ovqatlangunimizcha sovuq ham maza qilib uxlab oldi. Yuziga shunaqa mandarin qo'yib rasmga oldi. Sovuq turishiga yo'q itvachchani aylantirib kelmoqchi bo'ldi. Itvachchamiz ham ovqat ko'rmagan yerdagi hamma o'tlarni chaynab yuribdi. Shunoq qilib hammani aylanishga jo'natib yorib, o'zim maza qilib dam oldim. Ishoninglar, anchadan beri TikToksiz, Instagramsiz, eng asosiysi telefonsiz vaqt ajratishga harakat qildim, lekin juda ham zo'r bo'lar ekan. Lekin Kadis erim yonimda bo'lganida shunaqa vaqtlarni ko'proq ajratgan bo'lardik. Hamma mayli. Sovuq itvachchani aylantirib kelgunicha qornilari ochib ketgan shekilli yogurtini maza qilib yeyapti. Itvachchamiz esa shu yerda ham muxlislarini topib oldi. Har bitta bolacha kelib, og'zini, qulog'ini, boshqa joyini ushlab ketishyapti.